Qo'yliqqacha borasizlarmi? Qo'yliqqacha. Assalomu alaykum xudoyim bandalar. Istanbul 3-kun. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shunaqa. Xullas ertalabda Bursaga borib keldim. Bursada birlikda tijoratli ish bilan edi. Ishlarimiz qisman o'xshadi, lekin u yerda vlog qilib o'tirmadim. Endi hozir Istanbulga qaytib kelib, yana o'sha Sulton Ahmad Sultoniyni va turga chiqarganmiz. Xudo xolasa. Xullas, shunga chiqadigan bo'ldim. 250 lira. Bizani pulda bu bir $20 yaqin adashmasam. Bir kez sana bağlanmışım, ben kendimi unutmuşum. Aşkın ile kavrulmuşum, sevdan beni kül eyledi. Aşkın ile kavrulmuşum, sevdan beni kül eyledi. Bir ivanam, boynu bükük da ceylan. Xudoyim bandalari 1,5 soat aşağıya kadar kema deymizmi? Harom deymizmi? Harom. Xullas zo'r. Lekin men birinchi marta chiqqanim uchun ana chayqatganiga ozgina ko'ngillarim aynib ketdi. Keyin yurish muddatini kutib qolib ketdim. Atak tabiati, Allohning mo'jizasi, bitta oddiy dengizni ko'rdik. Endi ana okeanlarni tasavvur qilavering. Qancha tonna suv bor bu yerda. Tabiat, tarixiy obidalar, zamonaviy inshootlar. Bularni ko'rib faqatgina shukr qilamiz. Menga ham nasib qilsin deganlar like bosib qo'yasizlar, обязательно. Like bosmasanglar nasib qilmasin. Like bosinglar, nasib qilsin Xudo xolasa. Hammalarni yaxshi ko'raman. Demak, Xudoyim ertangi kunimizni bugungi kunimizdan go'zal qilib bersin. Barcha tarafdorimiz. Orada juda ko'p qiziq voqealar bo'ladi. Hammasini ham ko'rsata olmayman. Shunaqa gap. Lekin e'tibor uchun rahmat. Xudo Titanik kuni boshimizga tushmasin. O'zi doq qiladi. Bo'ldi. Xayriyat. Ochiq gapiraman, men birinchi marta Turkiyada qo'rqishim. Ochiq gap. Men bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim.